Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Mana xudo xolasa bugungi bir komplekt naborimiz sotuvga tayyor. Xo'p, bularni soplari ilikdan, suvaydan, tig'lari zanglamaydi. Suvda qolib ketsa ham hech narsa bo'lmaydi. Endi bularni mana sizlar bilan kesib reaksiyalarini ko'ramiz. Mana komplektimizda bitta qayrog'i bor, 4 ta pichog'i va bitta chopqisi bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor.